Samanyolu sistemasida 300 milliard quyoshga o'xshagan yulduz bor. Samanyolu sistemasining radiosi 100 ming nur yilidir. Mushundoq cho'ngliklarga qarab, aql idrok qilib bilish jihatidagi ojizligini e'tirof qiladi va shundoqli vazifasini xiyoliga havola qiladi. Xiyol bu katta cho'ngliklarni bir oz tushunishga tirishib boqadi va faqatla ozroqli tushunalaydi. Ondan keyin xayolning bilishga kuchi yetmagan texmi buyuk narsalar o'ttirg'i chiqadi. Masalan, Canis Majoris yulduzi. Bu yulduz 7 desilyon dunyo cho'ngligida bo'lib, raqam bilan ifoda qilmoqchi bo'lsak, bu yulduz dal bu qadar dunyoni ichiga sig'dira oladi. Ya'ni 7 raqamining kaynida 33 dona nol bor. Bu qadar dunyoni ichiga sig'dira olgan bu yulduzning cho'ngligini xiyol qila olamsiz? Aqlning tushunib tegiga yetishi yoki xiyolning bilishi tugul, hatto tilimizmi talaffuz qilishdan ojiz qoladi. Mana bu buyuklikda Janobi Haq Allohning Al-Azim ismi jilva qiladi. Bu ismga muqobil bizning vazifamiz bo'lsa, bu buyuk maxluqotlarning Allohning Al-Azim ismining namoyandasi ekanligini o'ylanib chiqish va bu maxluqlarga qaraganda ya azim deb Rabbimizni tasbih qilishdir.